Assalomu alaykum. Stanis Barafion Westerosdagi eng murakkab, ziddiyatli va o'ziga xos qahramonlardan biri. Uni tushunishimiz uchun avval uni ruhiyatiga va uni nima harakatlantirishiga chuqurroq qarab ko'rishimiz kerak. Shuning uchun bugun Stanis Barafion haqida gaplashamiz. Boshladik. Taxtlar o'yini serialini ko'rar ekanmiz, Baratheon aka-ukalari bir-biriga umuman o'xshamaydi. Yuz tuzilish jihatdan emas, xarakter jihatidan. Temirchi Noy degan odam kimlarga muhim emas, nima degani muhim. Baratheon aka-ukalariga ta'rif berar ekan, Robert Baratheonni po'latga o'xshatadi. Kuchli, egiluvchan, zarbaga chidamli va qayta o'z holiga kela oladigan, ammo tinchlik davrida zanglab qoladigan metall. Renly Baratheonni misga qiyoslaydiki, yaltiroq, chiroyli, ko'zga tashlanadigan, lekin yumshoq, haqiqiy jangga yaramaydigan metall. Stanis Baratheon esa temir, qora, qattiq va o'tkir metall. Nimaga temir? Sababi temir bosim bo'lganda egilmaydi yoki moslashmaydi. U sinib ketadi. U har xil o'yinlar, yolg'onlar va xushomadlarni o'ziga ep ko'rmaydi. Agar qonun bo'yicha u qirol bo'lishi kerak bo'lsa, unga butun Westeros qarshi bo'lsa ham bu yo'lidan qaytmaydi. Stanis qoidalarni shunchalik qattiq ushlab oladiki, u o'z prinsiplaridan voz kechgandan ko'ra o'lishni, ya'ni temir kabi sinib ketishni afzal ko'radi. Stanisni boshqa personajlardan ajratib turadigan narsa bu unda hech qanaqa his-tuyg'ularni yo'qligi. Stanis taxtni xohlamaydi. To'g'ri, g'alati eshitiladi, lekin boshqa qahramonlar, masalan, Cersei, Peter Baelish, hattoki Renly ham taxtga intiladi. Stanis uchun esa toj bu uni bo'ynidagi qonuniy zanjir. U men xohlayman degan tushuncha bilan emas, aksincha, u men majburman degan prinsip asosida yashaydi. Uni sotib olib ham, aldab ham, maqtov bilan o'ziga og'dirib ham bo'lmaydi. Masalan, Joffreyni Robertni o'g'li emasligini Westerosda birinchilardan bo'lib aynan Stanis tushunib yetadi. Sababi u insonlarning so'zlariga emas, faktlarga, kitoblarga va genetik qonuniyatlarga ishongan. Xo'p, endi Robert Baratheon qo'zg'oloni davrida Stanisda tutgan o'rni haqida gaplashsak. Robert Baratheon telba qirol Aerys Targaryenga qarshi qo'zg'olon ko'targanida u butun Westeros bo'ylab urushga kiradi. Stanisga esa urushdagi eng xavfli va sharaf keltirmaydigan, ammo strategik jihatdan eng muhim vazifalardan biri yuklatiladi. Baratheonlarning ota merosi Bo'ronli Girdob nomli qasrni himoya qilish. Bu qamal deyarli 1 yil davom etadi va aynan mana shu davr Stanisni qanday qilib o'sha mashhur temirga aylanganini ko'rsatib beradi. Stanis Baratheon bir tomondan quruqlikda Westerosning eng yirik armiyasi Mace Tyrell boshchiligidagi qo'shin bilan, ikkinchi tomondan esa dengizga Tyrell ittifoqchilarining ulkan floti bilan qamal qilingan edi. Tyrelllar qasrda oziq-ovqat zaxirasi juda katta emasligini bilishardi va ular taxmin qilganidek oziq-ovqat zaxirasi qasrda juda ham tez tugaydi. Avval otlar so'yiladi, keyin itlar, keyin mushuklar va hattoki kalamushlarga ham yetib boradi. Qasrda kannibalizm, ya'ni odamxo'rlik xavfi paydo bo'lib qoladi. Nima uchun? Boshqa har qanaqa qo'mondan taslim bo'ladigan vaziyatda Stanis Baratheon turib berdi. Buni siri uni shaxsiy intizomi va prinsiplarida edi. Stanis Robertni qattiq yaxshi ko'rmas edi. Ular o'rtasida iliq aka-uka munosabatlari ham yo'q edi. Ammo Stanis uchun bu muhim emasdi. Qonun bo'yicha Robert uning akasi va qonuniy qirol edi. Stanis vaziyatni shunday qabul qiladi. Menga qasrni ushlab turish buyurildi. Men uni ushlab turaman. O'lsam ham ushlab turaman, chunki burch shuni talab qiladi. Keyinchalik Robert Baratheon qo'zg'olonda g'alaba qozonganidan keyin u Ned Starkda bo'ronli yerlarga Stanisni qamaldan ozod qilish uchun boradi. Borganidan keyin Tyrelllar oilasi hech qanaqa jangsiz taslim bo'ladi, chunki allaqachon Targaryenlarning boshqaruvi tugatilgan. Aynan mana shu yerda biz Stanisda haqiqiy temir intizomini ko'rsak bo'ladi. Stanis bo'ronli Girdob qasridagi matonati va sabri Robertga urushda g'alaba qozonish uchun hal qiluvchi yordamni bergandi. Mace Tyrell o'zini 10 minglab askardan iborat bo'lgan armiyasini Robertga qarshi asosiy janglarga, masalan, Trident jangiga olib bora olmaydi. Ular 18 yoshli o'jar yigitni qasrini qamal qilib, butun urush davomida joylaridan jila olishmaydi. To'g'ri eshitish, Stanis aynan qamal vaqtida 18 yoshda bo'lgan. Men uchun shaxsan Stanis qilgan ishi eng qiyin edi. To'g'ri, u otlarning ustiga chiqib, qilichcha yalang'ochlab jang qilmagan bo'lishi mumkin. Uni asosiy jangi bu moralniy jang edi. Umidsizlik, ochlik. Aynan mana shu jangda ham Stanis g'alaba qozongan. Endi shaxsan o'zimni yaxshi ko'rgan personajlarimdan bittasi Ser Davos va Stanis Baratheon o'rtasidagi munosabatlarning boshlanishi haqida ozgina gapirib bersam. Stanis Baratheon va Ser Davos aloqalari Bo'ronli Girdob qasrini qamaldan boshlanadi. Gap shundaki, kontrabandachi Ser Davos yopiq qamal halqasini yorib o'tib, Stanisni ochlikdan o'layotgan armiyasiga piyoz bilan tuzlangan baliq olib kelib beradi. Bu qahramonlik maqsadida emas, asosan tijorat maqsadida qilingan tavakkalli ish bo'lgan. Lekin bu ish Stanisning hayotini saqlab qoladi.
Mabodo agar Serdavs baliq yetkazib bermaganda ham Stanis taslim bo'lishni emas, aksincha o'zini ochlikdan o'lishini kutayotgandi. Qo'zg'olondan keyin Stanis Barafion Serdavsni harakatini ikki tomonga ajratadi. Birinchisi, odamlarni qutqarib qolgani uchun uni ritsar qilib tayinlaydi. Ikkinchisi bo'lsa, yillar davomida kontrabandachilik qilgani uchun 4 ta barmog'ini uchini kesib tashlaydi. Mana shu yerda Stanis psixologiyasining to'liq manzarasi chiqib keladi. Stanis minnatdorchilik yuzasidan jinoyatni kechirib yubormaydi. Yaxshilik yomonlikni, yomonlik esa yaxshilikni yuvib ketmasligini ta'minlaydi. Ikkisi ham o'zini bahosini olishi kerak deb hisoblagan. Qiziq tomoni shundaki, Serdavs buni adolatli qaror sifatida qabul qiladi. Serdavs Stanisning qarorida shafqatsizlikni emas, aksincha to'g'rilikni ko'rgani uchun ham Stanisni temir taxtga haqiqiy munosib nomzod deb hisoblagan va yonidan ketmagan. Xo'p, Robert Barafion qo'zg'oloni muvaffaqiyatli yakunlangandan keyin temir taxtga Robert o'tirib, yer va mulklarni teng taqsimlashi kerak edi. Qonun va mantiq bo'yicha qirol bo'lgan Robertning o'rniga Barationlarning ota meros qasri va bo'ronli yerlar uni keyingi ukasi Stanisga o'tishi kerak edi. Lekin Robert kutilmaganda bu yerlarda hali go'dak bo'lgan kenja ukasi Renliga beradi. Stanisga esa huvillagan toshloq va sovuq orol Dragonstone, ya'ni ajdaho qoyasiga jo'natadi. Robert bu qarorini ikki xil tomondan ko'rib chiqsa bo'ladi. Birinchisi, ajdaho qoyasi Targaryenlar sulolasining qadimgi markazi va ularga sodiq qolgan lordlarning uyi edi. Robert bunaqa xavfli va isyonkor hududda o'zi ishongan qattiqqo'l odamga berish kerak edi va buni Stanis deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bo'lsa, Robert va Stanis bir-biriga umuman qarama-qarshi fe'lli odamlar bo'lgan. Robert shodon, bazmu jamshidning ustasi bo'lgan bo'lsa, Stanis sovuq, jiddiy va kulmaydigan odamligini yuqorida aytib o'tdim. Bundan tashqari, Robert Stanisni Targaryen bolalari, ya'ni Viserys va Daenerysni ajdaho qoyasidan qochishini oldini ololmagan deb asossiz ravishda ayblagan. Vaholanki Stanis Dragonstone'ga ancha keyinroq yetib borgan va ungacha Viserys bilan Daenerys allaqachon ketib bo'lgandi. Robertning bu harakati Stanisni juda qattiq ranjitadi, sababi u qamalga ochlik bilan bo'lsa ham turib bergandi. Keyingisi bo'ronli yerlarda tashab kelish bu bir necha 10 minglab askarlardan ham voz kechish bilan barobar bo'lgandi. Serialda ham ko'rarkanmiz, Renly bilan Stanis bir-biriga qarshi jang qilmoqchi bo'lganda ham Renlyning askarlari ancha ko'proq edi. Lekin shunda ham Stanis Robertga hech qachon xiyonat haqida o'ylamaydi. U o'zini akasini qonuniy va taxtga munosib nomzod sifatida ko'radi. Xo'p, endi sizlarga savol. Sizlarning fikringizcha Robert tutgan yo'l qanchalik to'g'ri edi? Dragonstone'ga jo'natish. Undan ko'ra bo'ronli yerlarni lordi sifatida tayinlasa ham bo'lardi-ku. Albatta fikringlarni yozib ketinglar va Robertdan keyin Stanis haqiqiy munosib nomzodmidi temir taxtga? Buni ham o'zinglarning fikringlarni o'sha konstruktiv shaklda yozib tushuntirib ketsanglar xursand bo'lardim. Albatta bugungi video shu bilan o'zini qo'yasiga yetadi. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Xayr.